Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatuvchi obunachilar. Bugun mana yana bitta zakaz hammom pechkamiz tayyor bo'ldi. Hop, hammom pechkamiz o'zimiz Andijon viloyati Buloqboshi rayoniga qilib berildi. Hop, pechkamiz uzunligi 1 metrga, eniga 35 sm, ya'ni bu pastki qismi 35 sm, tepa qismi 40 sm ga, balatligi ham 40 sm ga bo'lgan. Hop, pechkamiz o'zimiz обычный hammom pechkalar, pistolet formada. Suv ichimiz 50 litrlik temir bachoy, o'zini kumush pudrasidan sepib berilgan, suvga chidamli. Ichlariga ham sepilgan polni. Hop, pechkamiz nima deydi, klientlarimiz tomonidan zakazma bo'lgan hisobiga tepaga mana 4 burchak xod qilib berilgan o'txonaning ichiga. Ya'ni ular o'tin ko'mir yoqishadigan bo'lgan, ya'ni ko'mir solishga to'g'ridagi eshik ichi noqulay bo'lgani hisobiga bu yerdan xod qildirishdi. Endi ularning devori bu joyga tushadigan bo'ldi. Bu yog'i devordan o'sib turadigan holatda bo'lyapti. Tosh teradigan shu suv idish atrofiga aylantirib berildi. Devorning toshini enini razmerini bilmaganimiz uchun maksimalniy holatga olib kelib qildik. Suv idishimiz dumaloq holatda, bitta o'rta chak suv idish boki 50 litrlik. Pechkamiz materiali turli materialda bo'ladi. Hop, общий mashtirish komplekt narxi 1 600 ming so'mga qilib beriladi. Jo'mraklari ham ichida bo'ladi. Hop, pechkamizda o'sha narx bitta narsa o'zgarib qolishi mumkin. Razmerda 1-2 sm, 5 sm gacha o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni pechkamiz hozirgi en razmeri 35, shu 40 holatda ham chiqadi. Bu ya'ni ham zakazga qarab o'zgarib ketaveradi. Hop, kimga ishimiz ma'qul kelsa, shunaqa holatda pechka kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishinglar mumkin bo'ladi. Ekranlarga nomer chiqarib qo'yamiz. Orqasi yakka bitta oyoqli, ya'ni chiroyli holatda ikkita oyoq bo'lib xunuk turgandan ko'ra bu ham yaxshiroq turadi. Hop, dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab kelishilingan holatda, ya'ni biz o'zimizning seximiz Andijon viloyatida bo'lgan hisobiga boshqa viloyatlarga yaqinroqlarga, misol Vodiyning ichida kelishilib o'zimiz olib berishimiz mumkin yoki voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, Andijondan pochta qilib chiqarib beramiz. Pochtasining narxi necha pul bo'lsa, xuddi shu narx bo'ladi. Bizda u yo'lkiraga ortiqcha pul olinmaydi. Misol Andijondan boshqa voha tomon boshqa viloyatlarga yo'lkiramiz necha pul, ya'ni 100 ming so'm, 200 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 300 ming so'm har xil bo'lib ketib qolishi mumkin. O'sha pochtani puli necha pul bo'ladigan bo'lsa, shu narxga chiqarib beramiz biz. Pechka ketayotganda akkuratniy salafanlarga o'ralib, chiroyli holatda bo'ladi, обязательно. Razmerlarni aytib o'tdim. Bizda razmerlar o'zgaraveradi zakazga qarab. O'rtacha bizda обычный razmerlar shu 1 metr uzunligini aytib o'taman. 1 metr 70, 110, 90 shunaqa holatda bo'lyapti. Kimgadir kichraytirish yoki kattaytirish kerak bo'lsa, zakaz asosida qilib berilaveradi. Narxini kelishamiz. Xo'p, pechkamizni tan narxi 1 600 ming so'm. 1 600 ming so'mda pechkani mana xuddi shu turishi, boshqa hech qanday qo'shimcha narsa bo'lmaydi. Endi mana bu narsalar ham o'zi asli bo'lmaydi. Bu narsalarni endi shunaqa zakaz qilishgan uchun qilib berildi. Lekin 1 600 ming ichida bizatni jo'mragi bo'ladi. Tosh teradigan xod qilib beriladi kichkinaroq qilib. Hop, buni yana suv idishda dushovga ham moslab berilaveradi. Ya'ni rezbalar qo'yilib, mana qopqoq bo'lmaydi. Bu qopqoqning nasha o'zlariga qulaylik bo'lgani uchun shunaqa narsa qildirishdi. Hop, sivarka choklarini ham bitta ko'rsatib o'taman. Sivarka choklari. Hop, pechkasi tayyor bo'lgan edi. Pechkasi tayyor bo'lib turib oldi ancha. Suv idishini kechroq tayyorlab berdik.